Oltidami shu 6? Mana opa, mana 6, mana son turibdi 6. Shuni o'qib bering deyapman men. Riba yozibdi. Opa, 5 nima unda? Bu ribaksin u. Ammo 6 nima? Yana ribaksin yozamiz. Yo'q, men shuni tushunmayapman deyapman-ku. Demadingiz opa? Yana siz ribaksin deb o'qiyapsiz. 7 ni o'qing. Diyazali. Diyazalingni qayerdan nimaga ekan? Mushkilga ekan. Yo'q, Venaga-da. Voy astag'firulloh. Kallam olib tashlayman masjidda. Mushkullaringiz oson bo'ladi opa. Jon, unaqasiz. Bu qarang, ma turibdi-da. Nima degani shu? Yonboshga degani. U yerda nima qilib qo'ydi, nimaga nima deyapti uni? Yonboshga qolib yo qilish kerak emasmi? Yo'q demaydi-da, mushkul orasiga. Tomiri. Kulari. Nima degan opa? Hozir izdan chiqib qolgan nimaga yozardigan pullar berdi. Ash nima degani? Izdan chiqib bo'ldi, nima ketadi? Aytolmayman.